Yiqilish tugash emas. Bir kuni yosh yigit ustozning oldiga kelib dedi: "Ustoz, men har safar boshlagan ishimni oxirigacha yetkaza olmayapman. Har gal muvaffaqiyatsizlikka uchrayman. Balki bu yo'l meniki emasdir." Ustoz unga kulib qaradi-da, stoldan shamni olib kel dedi. "Mana bu shamni yoq", dedi u. Yigit shamni yoqdi. Ustoz qo'lini sham ustiga tutdi. Bir necha soniyadan so'ng issiqlikka chiday olmay qo'lini tortdi. "Ko'rdingmi?" dedi u. "Issiq menga og'riq berdi, lekin men shamni yondirishdan voz kechmadim. Chunki shamning ishi yonish." "Sen ham shunday bo'l", davom etdi ustoz. "Hayot seni issiq sinovlar bilan siylaydi. Agar har gal og'riqdan qo'rqib orqaga chekinsang, hech qachon o'zingni ko'rsata olmaysan." Yigit boshini quyi tutdi. Va endi tushundim. Yiqilish tugash emas, balki yangi boshlanish uchun saboqdir. Oradan yillar o'tdi. O'sha yigit o'z sohasida muvaffaqiyat qozondi. Kimdir unga "Qanday erishding?" deb so'rasa, u shunchaki jilmayib javob berdi: "Men shamday yonishni tanladim."